Mana o'zim amalda qildim. Qilinglar, o'rganinglar, bizdan boricha o'rganinglar, boshqalardan o'rganinglar. Bu bitta daraxtdan 10 ta shox bo'lsa 10 xil meva olish mumkin. Mana bitta o'rikka shaftoli uladim, bodom uladim, o'riklar uladim. Mana 6 xil meva daraxti. 3 xil bodom, shaftoli 2 xil. Buning uchun asboblarni ham mana shunday mukammal qilib olish kerak. Asboblarni birinchi o'rinda asboblarimiz mana. Pichoq, skochlar, nimasi olinmadi hali. Mana buni ham olish kerak. Bu ham mana shu belgilar ustiga sovuqdan, issiqdan saqlaydi. Mana shunday berkitib tashlab shunday qilsalar bemalol bu nima turaveradi. Olib qo'yishlarni qilib masalan sovuqdan nimadan asraydi bu. Bu skoch bilan boylab shamoldan, issiqdan, sovuqdan asraydi. Quyoshdan, sovuqdan, shamoldan asraydi. Mana bularni ham kichkina qilib boylab qo'yish mumkin. Mana shunda birinchi o'rinda havo issiq ketsa quyoshdan saqlaydi, shamoldan, sovuq ketsa sovuqdan saqlaydi. Mana bu yerdan chiqqan nima iloji boricha mana bu ulangan joylarni juda mahkam, mustahkam qilish kerak. Havo kirmaslik kerak. Rosa qattiq qisgandan keyin 15 kundan keyin olib skochni olib turib, yana boshqatdan boylab qo'ysalaring, beli qisilib qolmaydi. Shu qanaqa savol javob bo'lsa, mana o'zim qiziqqanman. Mana shu ko'p joylarim ulangan. Ko'rsataman hali. Bitta shaftolidan 5 xil shaftoli, 4 xil shaftolilarim bor. Bitta tutda 4 xil shaftoli. Mayda pishadi, iyunda pishadi, avgustda, oktyabrda pishadi bir tutda.